onajon. Ha o'g'lim. Ukamniki endi birinchi hayoti o'xshamadi. Ikkinchi hayoti mana kelinlar qalay endi? Endi bir kechada bir narsada bo'ladimi? O'zi kechagina oldiga kelindi. Yana keling qizim. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlarmi? Va alaykum assalom. Bugun mazza qilib qazingiz. Norim bilan. O'qdi. Uka bugun norin ekanda. Ha, bugun bir mazza qilib norin yeylik. Ser qazi qilib bitta sizgacha. Mana ukamni. Akajon. Rahmat keling, ko'p yashang. Voy, ser qazi. Qani, senga. Oh, qani. Tushunmadim. Nimaga choyni qo'limga bermayapsan? Meni javobimni bering. Bu nima deganing? Kelin. Bu nima deganingiz? Men bor Uzunojon. Men turmush o'rtoq tanlashda adashibman. O, nimalar deyapsan? Qanaqasiga turmush o'rtoq tanlashda adashyapsan? Bu nima deganing? He yo be yo javobimni bering deysan, men hech narsaga tushunmayapman. Sen tushuntiribroq gapir. Menga qara. Hali ham tushunmadingmi? Kelin to'ppa-to'g'ri ish qilyapti. Kelin ertaga biron kuni sendan farzand ko'rib, farzandi o'zini ayoliga mana shunaqa ovqatni zo'r joyini berib, ertaga onaga uzatmaganda shu onajonimga o'xshab mazlum bo'lib qolishdan qo'rqyapti. G'alcha tushunmadim deysan. Oyijon, ming bor uzr. Men turmush o'rtoq tanlashda adashibman. Men xotinini onasidan ustun ko'radigan erkak bilan yasha olmayman. Qizim. Kecha eding mehribon bola, mehribon qalb, mehribon ko'ngil. Bugun nega yuraging qora? Onasini ranjitgan o'g'il. Rosa totding mehrini totim.